Selena Gomesning do'sti unga buyrak hadya qilgan Fransiya raisini to'yga taklif qilmagani jamoatchilik noroziligi sabab bo'ldi. 2017-yilda aktrisa Fransiya raisi mumkin bo'lmagan ishni amalga oshirib, Selena Gomesga buyrak donorligini qildi. Og'ir xastalik bilan kurashgan Selena Gomesga o'z buyragini hadya qilgan Fransiya raisiga ularni orasini hech narsa buzolmaydigan do'stlik bog'lagandek tuyulardi. Ammo bir necha yil o'tdi va hamma narsa o'zgardi. Selena Fransiyadan uzoqlasha boshladi. Uni kamroq tilga olardi, hattoki bir intervyusida Taylor Swiftni o'zining yagona chinakam do'sti deb atadi. Muxlislar bundan hayratda qolishdi. Fransiya javob tariqasida izohlarda bor yo'g'i bir so'z yozdi. Ularning qariyb 6 yil davomida aloqani uzgani haqida mishmishlar tarqaldi. Endi esa muhokamalarning yangi to'lqini boshlandi. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Fransiya Selenaning to'yiga taklif qilinmagan. Jurnalistlar Fransiyadan uning his-tuyg'ulari haqida so'rashganida, u xotirjam ammo g'amgin ohangda shunday javob berdi: "Men undan xursandman. U o'z hayoti bilan yashayapti. Men shunchaki yordam bera olganimdan xursandman va bu xayriya edi." Bu so'zlar xotirjam aytilgan bo'lsa-da, ularda hammasi mujassam edi. Fransiya hikoyasi shuni eslatadiki, hatto eng buyuk mehr-shafqat ham har doim ham minnatdorchilikka sazovor bo'lmaydi. Yakun sifatida aytish mumkinki, bu voqea bizga hayotdagi munosabatlarning naqadar murakkab va o'zgaruvchan ekanligini, shuningdek, eng buyuk saxovat va insoniy qurbonliklarning har doim ham o'z qadrini topmasligini eslatadi.